Hammaga assalomu alaykum. 2026-yil 8-fevral kuni uy bozoridagi narx-navolarni sizlarga qisqacha qilib ko'rsatib beramiz. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr ming bora boshlaring. Olib keling. Mana akadan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Aka, hormang. Charchamaysiz? Video qilsak bo'ladi? Uch tipa. Izza massivi. Nimani? Karmashkan oldam. Bu 2 xona 3 xona 9 ekan. Holati. Tamam. Bu hamma mebel jihozlari bilanmi yo olib chiqib ketiladimi? Kelishlar. Bu kelishlarda. Bitta ko'rsang yaqinroq mana bu holatini. Mana bu holati. Aka, bu tirikchilik emas, o'zidiki bu. Narxi yomon emas. Lekin bitta joyi bor, joyiga nisbatan sal nimada. Bu 3 xonamni sotdim, yaxshi narxga sotdim. 2 xona yonida bor edi, o'shanga buni ham yonimdagi qo'shnim 64 mingga bermadi. Bunimi? Yo'q, yonimdagi qo'shnim. Yoningizniki. Holat bundan pastroq. 60. Shunda hozir sal oshib ketib qolyapti-da. 59 dagi nima deysiz? Yo'q, yo'q. 9,5 gacha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Oxiri qancha? 62 ming bo'lsa beramiz. Toskorga. Mana bitta ko'rsating nomerlari mana. 33 470 77 22. Yo aka, holati yaxshi, yomon emas, zo'r. Men aytmoqchi bo'lganim, yana ham tez sotilib ketadi-da u. U klientga juda ham zo'r narxda. Bu ham yaxshi narx. Xaridor uchun. U undan ham zo'r narxda. Men aytgandan. Aka, Aka, charchamang, savdoyingiz bersin aka. Xudo xolisa bittada sotib oling. Akajon, rahmat. Sog' bo'ling. Bitta holada bor ekan. Assalomu alaykum. Hozir yaxshimisiz? Video qilsak bo'ladimi? Ha, men qon. Sotilayotgan uymi bu? Olsak bo'ladimi? Mana men. Asroqdan ko'rsatib oling. Yashnobod. Do'stlik. Do'stlik qaysi taraf? Depomi bu? Do'stlik metroning deposini yonida. Deposini yonida. O'znikimi tirikchilikmi? O'zimniki. O'zniki? Tirikchiligi. Kvadrati 20 ham. Absolyutda to'g'rimi? Общий двор. Общий dom. Narxini necha pul qilamiz? Narxi 33 kamim bor. Remont qanaqa? Remonti toza. Remonti toza? Свежий ремонт. Sal baland emasmi? Nechinchi etaj? Balandroq endi. Klient tushiradi. Etaji nechi? 1 etajli. 1 etajli. Общий двор 7 ta qo'shniga. Opam nomerlari mana. 97lik 3 53 36. Pastki kamchilikdan 77 130. Yo'q, u boshqa. Mana shu nomerga qilaverasiz. Arendanik. Opa charchamang. Rahmat. Savdingiz bersin. Nima YouTube'ga chiqaryapsizlar? Ha, YouTube'ga. Voy, men o'zim ko'rsatmadim. Pastda oldingizmi? Bijir-bijir qo'yaverasiz agar. Charchamang. Assalomu alaykum. Olsak bo'ladimi? Qaysi taraf bu? Shtipa pasportный stol. Shtipa pasportni stolda ekan. 4 etajdan 4-etaj 2 xona. Общежитие. Ichida oshxona, hammom, tualet ichida. Nima deysiz? Yashaysizlarmi kvartiraga? Yo'q, bu rasm yo'qdi. Ana syomka qilyapti. Narxini necha pul qilamiz? 31,5 ligi. Tushirish kerak buni. Ukamniki men bilmayman. O'tgan kuni ham bitta chiqdi-ku, sal arzonroq. 23 mingmi, 24 mingga. O'zimniki ham. Bu ham o'ziniki. Tushiraylik-da. Mana mashina meni chiqqanimda men uni 23 ming qilib beraman dedim-ku. Buni. Ha, buni ham qilib bering, bir yaxshiroq Buni arzonroq. 23 mingga bermaymiz. 2 xona-yu, bir xona 2 xona qilingan edi. Necha pul bo'ladigan? 31,5 qilib bersa kerak. Ukammi? 30 qilaylik, rostkor. Bilmadim, men hal qilmayman. Kim hal qiladi? Ukam hal qiladi. Nomer kimniki? Meni nomerim. Opamga telefon qilinglar, baribir pulni ko'rgandan keyin nimadir o'tib beradilar. Opa, rahmat. Ne bo'pti? Chiq. Olib keling. Ketdik bo'lsa, Assalomu alaykum. Opa, video qilsam bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Salom. Aka, video qo'ysam bo'ladimi? YouTube'ga. Chilonzor 13-kvartal. Orientir chus oshi. Arkadan to'g'ri kirib kelamiz ekanda. Euro remont. Можно ipoteka degan ekanlar. Novostroykada, to'g'rimi bu aka? Novostroyka. Remont qanaqa buni? Remont yaxshi remont. Remont yaxshi. Mebel texnikalar bormi? Bor. Qoladimi yoki chiqib ketasizmi? Texnikasi bor, mebel yo'q, texnikasi. Nima texnika? Холодильник, kirmoshi, Xonadonlik kirmoshi. to'ximli mebellar. Buni necha pul qilamiz? 57 ming degan ekansiz. Kelishtiramiz ustida, joyida.
Qanchalar kelishadigan joy? Yana 1000 o'tamiz. Ming o'tarkanlar 56 mingga beraman dedilar. Lokatsiya yaxshi, Farqazskiy bozor, bu tomoniga Jahon tillari universiteti yaqin. Joy yaxshi. Nomerlar mana 93 102 92 85 ga chiqaverasizlar. Aka, charchamang. Xo'p. Rahmat. Mana buni bitta reklama qiling. Bu qaysi taraf? Novostroyga ham shu 125 edi, 115, 10 ming tushirdik. Mana bunisini buni ham tushib beramiz. Qarang. Mana bu Chilonzor 23 knejniy bor, Novostroyka lift. Bu 338. Bu qarang, liftligimi? Liftligi, ha, lift yechdi yozib. Buni narxi sal arzon edi lekin. Mana 125 edi, 115 qilib qo'ydik-ku. Yana gaplashinglar. Buni bor reklama qilib keluvdik lekin. Yana tushamiz. Qancha? 12 qilamiz. 12. Akam 12 dedilar mana. Nomerlarga qilaverasizlar. Mana bu 26 da ham bor ekan bitta. Bir xona, ikki xona qilingan ekan. 5 etajgan, birinchi etaj. Balkon 2,5 ga 6. 44 metr kvadrat, kirpich, chester remont. 26 ni qaysi taraf shunda? Shuna Nalogoy ko'cha, Kirdik nalogiga. Akvan Protiv. Akfani Protiv degan. Buni nech pul qilamiz? 1000 tushib beraman, 52,5. 50 qilaylik. Yo, 52,5. Toza uy, kvadrati zo'r, birinchi etaj. Akam Toza qilib yashaydi. 52 dedingiz ha oxiri? 52,5. 50,5 dedilar. Mana shu nomerlarga bemalol chiqaverasizlar. Chiqaveringlar. Joyida yana ham ozmasiz ketgan bo'ladi. Aka, charchamang, savdoyingiz bersin. Buni kim bilan reklama? Qaysini? Bunimi? Kim ko'rsatdi bittaga? Bu menda-da kalt. Kaltmi? Bunda studentlar bor. Ha, qizlar bor, jiyanlar Ha. bor. Mana videosi ham bor, mana qo'yib beraman. Jiyanlar bor. Hozir kalt menda-da kim olib boradi? Deganmi? Buni o'chirib turing, hozir keyin qo'yasiz. Bek bo'lib ketdi mana. Assalomu alaykum. Zo'rmi sopa? Charchamayapsizmi? Chilonzor 26 da ekan. Hali sotilmadimi bu? Yo'q, narxini kelisholmayapmiz ozgina. Narxini kelishtiray deydi bo'lmasa, arzonroq qilaylik. Yo'q, bo'lish narxi shu. Ozgina kelishtirib beraman-da. O'tgan safar necha pulda Materiallar bilan o'tdingiz? boryapti-da, qimmatroq boryapti. O'tgan safar qanchada o'tdingiz? Shu narxida o'tgan safar. 52 mida. Hozir qancha qilamiz? 51,5 qilib beraman-da. 51 qilaylik, rostmi? Yo'q, 51 ga bermadim. 51,5 bo'lsa berib yuborasiz. 51,5 bo'lsa beraman. 51,5. Siz borsiz kelsa. Mana shu opam nomerlari mana. 90 50lik 580 01 55. Mana Chilonzor 26-kvartal, 5 etajgan, 3-etaj, bir xona, ikki xona qilingan. Balkon 2 ga 6. 220 ga 6 даже. Ha, 220, g'ishli dom, 42 metr kvadrat. Chesta. Nima degansiz? Ipotekaga. Kirmoshina hali nimalari qoladi, gilamlari. Qarang, opa, bunda hozir 26 ni qaysi tarafi bu? Otep Brezitni yoni 107 ni yoni. Vatandan nimadan ham kirsa bo'ladi? bo'ladi. Bo'ldi, mana shu nomerga bemalol chiqib telefon qilaverasizlar. Opa, charchamang, savdoyingiz bersin. Opa, hormang. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Olaveray, qarshiligingіз yo'qmi? Anaqa berasizmi? Ha. Chiqarib berasizmi? Manikini ham lekin ovozi bor. Faqat oldin safar net chiqarmadingiz. Chiqardim-ku. Eshitmadi. Aytdingiz-ku, Qashqadaryoga kelib bermadim dedingiz-ku. Bu bolani o'zini profiliga kirsangiz o'zingiz topasiz. Turadi lekin. Qo'yganmi? Hozir yana qo'yamiz, mayli. Ha, hozir qo'yamiz. Qarang. Opa, bu Olim polvon qaysi tarafi? Kafe orqasi degan ekansiz. Qancha kirlar? Masjid bor ichkarida. O'sha masjiddan shunda to'g'risiga tushiladi. 8 suti ugloy, fasadi nechi? Fasadi? Xuddi mana shunaqa. 40 ga 20 deydimi? Ha. Xuddi shunaqa. 40 20. 40 ga 20 deydimi 8 sotun? To'g'rimi? To'g'ri burchi ekanda. To'g'ri burchak. Narxi Xuddi mana shunaqa. narxini nechi pul qilamiz? 30 ming deb sotigini. Sotiga 30 ming, 240 ming. Sal baland emasmi? Yana gaplashildi. 200 dan pastiga nima deysiz? Ha, yo'q-a. Nechi pul? Uglovoy-ku bu. Bu uglovoy. Sal kelishtiraylik sotigini bo'lmasa. Ko'ramiz. Chiqursin. Aloqaga chiqursin. 240 ming dedilar, startning Ha, narxini. yo'q-a, 240 ming. 240 ming bu, ha, bo'li, ha. Chalg'itmoqdingiz. Yo'q, men 200 dan pastga bering desam siz Yo'q, ko'nmadingiz. yo'q, 240 ga beraman, ha. 240 ga berishingiz aniq agar lekin 240 dedilar, endi baribir yumshatib bersalar kerak, narxini sal ozgina bor lekin narxiga. 90lik 900 09 19. Bu Zangitaga qaraydi, Zangitaga qaraydi bu. Opa, charchamang. Rasmlari bor. Hamma narsasi joyida, lekin bitta muammo yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. O'zingiz uyingiz, Ha, o'zim o'rtada bilan hech qanaqa vositachi yo'q. Narxi faqat salgina yumshatilsa zo'r joy. Opajon, Barakat. charchamang, sog' bo'ling. Manchi etganingiz o'chiribdilar. Yo'q, o'rsin.
Yo'q, aytganingizdek videoga oluvdim, tashlab qo'ysam, anaqangizga qo'yib berasizmi? Ha, bo'l. Profilingizga ham aloqada bilan oling dedingiz-ku. Tashlab beraman, bo'l, opa qo'ying. Siz qo'ying. Mayli, charchamang. Xo'p. Assalomu alaykum. Doda, xo'rmang. Barvodim. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yo, Zo'rmisiz? Video qo'ysak bo'ladimi? Bo'ladi. Sizda свой kvartal, 2 komnata, o'zbum, uchastkami bu? Ha. Sizda свой 1 komnata, Resiviy bozor. Bitta ma'lumot berib yuboring, doda, endi o'zi to'g'riroq. Bo'ladi. Mana hammasi o'zimniki. Aha. Mana o'zimda 2 xonalik uchastkam bor. Necha sotuq u? 2 sotik. 2 sotuq. Ha, top arendaga. Resiviy bozorda 1 xonaligim bor, 2-etaj, 40 kvadrat. Bolalarga, nimalarga. Keyin o'zimda 1 xona uyim bor, 4-etaj. Ha. Bu hammasi arenda, shunaqami? Yo'q, Ha, bu sotiladigan. 4 sotiladi bir xonaligingiz. bir Necha xona. pul? Endi 40 ming deyapman. Necha kvadrat? Где-то 30 kvadrat o. 33 bo'ladi-da, shu atrofda ekan. Gaplashamiz. Remont qanday buni? Remont hozir kvartirani turibdi. Necha puldan turadi kvartira? Kvartiran pulga turmaydi, o'zimning rабочий bolalarim. Ha. Buni 40 degan ekansiz. 4 ga sal baland emasmi, doda? Endi gaplashamiz o yog'ini. Necha pulga kelishib olasiz? To'shnisini bilmayman, endi gaplashamiz. 38 daga nima Men deysiz? bugun birinchi marta kelishim o'zi bozorga. O'shancha aytayman, 38 ga nima deysiz? Agar real kelin chiqsa naqd pulga. Bo'ladi. 38 ga beraman dedilar mana shu bir xonalarini. Nomerlar 97 lik 403 26 26. O'z nimani qaysi tarafida o'zbomni? O'zbimning oldida Yashnobod rayon hokimiyat bor. Ha. Hokimiyatning oldida bitta dom bor, 25 degan. Shu 4-etaji. 25-dom 4 ta. Farg'ona yo'li bo'yi. Bemalol dodamga chiqaverasizlar. Yoni остановка, hokimiyat, magazin, hamma narsa bor. Yonida uydan chiqding detsat, Ha. hamma narsa bor. Bo'l, doda, charchamang, savdoyingiz bersin. Sotib oling tezroq. Bugun birinchi kun kelishim bo'lgan. Xudo xolis sotib olasiz bittaga. Olaymi opajon siznikini? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Buni narxini tushiray deydi. Mana 27 ming qilgan ekan. Menga qarang, siz ham tushiring narxini. Mana sotig'ini 27 ming deganlar. Bo'lichi. O'tgan safar ham qo'yuvdim. Men ko'rsatayman nimalarni, qog'ozini, nomerlarini. Opa, endi qayerdan kelsam berib yuboring. Qashqadaryodan kelamiz, Surxondaryodan. Sotish kerak faqat. Bermaysizmi? Bular billa yashillar-da, tushundingizmi? Qo'shni bo'ladilar. Ha. O'shaning uchun odam tanlayaptilar. Bo'ldi, tushundim. Insofli, yaxshi diyonatli odam chiqsa sotarlar Toshkent faqat. oila bo'lsin, Qashqadaryo Cho'rchamang. bo'lmasin. Xo'p, bo'lmaydi. Qanday? Qashqadaryo nima qildi? Bilmasam endi. Qaysi taraf bu? Qaysi bir aka? Eng arzonni ayting. Eng arzoni mana 25, 24 deb adashib yozib qo'yibdi. Qayerda? 25-kvartal Dino kafe, Aha. Beshidashgan 5-etaji, 34 5 mi qanaqadir? 35 ga past 35. Qarang. Buni hozir 25-kvartal Dino kafening oldida ekan. 1.5 ga 6 balkon ekan, 35 kvadrat. Remont qanday? Remont top-toza 45 eding. Buni necha pul qilamiz? 42800 deyapmiz, to'g'ri ruxsatini o'tib beramiz. 42800. 41 larga nima deysiz? 41. Qanchaga? Sizni kanalingiz orqali borsa 42,5 ga beramiz. 42 qilaylik bo'lsa, roskor. Bo'ldi, kanalingiz orqali borsa. 42 mingga beraman dedilar mana. Nomerlar 88 180 22 77 ga chiqaverasizlar. Yana bir yaxshi variantimiz bor mana. Qaysi? 225 mi? Ha. Chilonzor 24. Vatan restoran 1 ga 3 kritik kvadrat ekan. Ha. Remonti top-toza. Malagabaritmi? Yo'q. Обычный. Обычныйmi? Mebel texnikalari bilan. 63 mi? 63 usta sunnatiga o'tib beramiz o'ldiroq. 57 ga nima deysiz shuni? Yo'q. To'g'rimi? Yo'q. 63 dedilar. Buni 42,5 dedilar. Mana nomerlar 88 180 27 277 ga chiqaverasizlar. Aka bozoringiz bersin, charchamang. Hop. Aka videoga olsam bo'ladimi? Bo'ladi. Nima deysiz? Bizaniki necha yil? Farqi yo'q, ovuraman. Yo'q, bo'laveradi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlab chiqarish sexi, Promzona, hamma Olmazor tumani Jomiy klubi yetib borildi. Ha, bo'ldi, tushundim. Jomiyda ekan. Jomiy, orientir Jomiy bozor. Shunda hozir bu necha sotiq? 24 sotiq. 920 kvadrat ishlab chiqarishga to'g'irlangan sexlari bor. Aha. Ofis maydon, ofisga ham bor. 110 kvadratli. Hamma sanuzillari bor. Yuvinish xonasi, hojatxonalari,
Gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi bor, dokumentlari joyida. Bir sotiqda 50 degan ekansiz. Sotiq 50, agar oladiganlar bo'lsa yana kelishamiz, aloqaga chiqamiz. Buni narxini necha oyligidan uncha tushunmadim, bilmadim. Baribir o'zim nima bilan shug'ullanaman, uncha bilmayman. To'g'risini aytganda, buni oxiriga taqalib qolgani necha pul? Taqqalib qolgani agar olaman deydigan odam 49 mingdan beramiz. 1000 o'tib beramiz sotig'idan. Menga o'tib berasiz. Yana ham kelishtirish iloji yo'qmi? Baribir endi 24 sotiga chiqishini ham ancha bo'lib ketib qolar ekanda. To'g'ri, agar 48,5 atrofida kelishamiz agar yopishsa. Qarang, bitta gap, misol men sizni narxini yerga urishmas, baribir o'rtadagi odamman aka. Agar realni 48 dan kelin chiqsa berasizmi, bermaysizmi? 48 dan Realni agar olaman mana deb yopishsa. gaplashamiz. Gaplashamiz dedilar. Mana nomerlar 77 460 97 746 32 04. O'zlari variantiza muammo bo'lmaydi. Dokumentlari joyida. Dokumentlari Aka, joyida. charchamay, sog'ligingiz bersin. Mayli aka, charchamay. Kanaliga olmang. Aka, rahmat. Sotdingizmi aka? Assalomu alaykum. Tog'am yopib chiqdilar. Ha, to'g'ri. Xonimay. Assalomu alaykum. Yaxshi. Charchamayapsizmi? Eng ajoyib yaxshi. Sotamizmi? Nasib xudo xolasa. Bo'ldi, sotamiz o'da. O'zimniki Sergeli do'stlik 2 da ekan. 9 78 ekan. Remont sredniy, sanuzil razdельный, lift bor, yangi. Qancha vaqt bo'ldi liftiga? Ikkita anosi bor, balkonli. Balkonli? Ikkita balkonli, skvoznoy variant. Skvoznoy variant. Ha, ikkita balkon ikki tomonda. Biri 1,5 ga 6, biri 2,5 ga. O'tgan kun bitta chiqdi doda. Remonti jam unaqa emasda, sal ubitirroq. 53 mi 54 deb turuvdi. Xuddi shunaqa. Buni nech pul qilamiz? Bir endi 59,500 deyapmiz. Sunnatiga ozroq o'tyapti. Kelishtiraylik. Savdoni usta sizni kanalingizdan kelsa kelishtiramiz. 57 qo'ysam bo'ladimi? Yo 59 beraman. 59 bermaysizmi? 59 beraman dedim. Ha, 59 ga berar ekan. Dodam 59 ga beraman dedilar. Nomerlari 94 551 51 67 ga bemalol chiqaverasizlar. Doda charchamay, savdoyingizni bersin. Sog' bo'ling. Baraka toping, charchamang. Umringiz uzoq bo'lsin. Ishingiz omadini bersin. Assalomu alaykum. Arendami xolajon bu? Arenda. Qo'yib yuborsam bo'ladimi YouTube'ga? Arendangizni. Yo'q. Qo'ymayman, charchamang. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizlar? YouTube'ga qo'ysak bo'ladimi? Algoritm Ahmad Jo'jada ekan. 9 etажkan, 8-etaj, 2 xona, remont хорошо. 60 metr kvadrat. Sena 57 ming. Общий koridormi yo alohidami? Kiraverishi. Alohida aka. Alohida. Buni nech pul qilamiz? Narxini. Endi 500 kamiga qilib bera olamiz aka. 5 kamiz degani 56,5 mi? O'zi 60 mingdan shuncha tushib keldi. Kelishtiraylik. 55 larga nima deysiz? Realniy pul sanaydi. 55 ga hamsha so'rab turibdi hozir. O'sha 50 so'ragan narx beraylik. Ustiga nimadir qo'shar, baribir kiring. Biz ham shu 1-2 so'm qimmat. Nech pul oxiri shaxalgan? 56. 56 bo'lsa beraverasiz. Akam 56 dedilar, beraman dedilar. Remont qanday? Remont normalmi? Yaxshimi? Jam unaqa nima emas. Mebel hamma jihozlari bor. Qarang, bu shunda hozir gazda ishlaydimi, plitada? Gazda. Gazda ishlaydi, ha? Ahmadni orqasida. Orqasida. Bo'ldi, tushundim. Akam nomerlari mana 91lik 465 36 73 ga bemalol chiqaverasizlar. Aka, charchamang, savdoyingiz bersin. Mayli aka, charchamang. Savdoyingiz bersin. Assalom. Aka, assalom. Aha. Olyapsizmi? Olib keling yana bitta mana. Sergeli hokimiyatda ekan, 4-bekat, metro. Bir xona, ikki xona qilingan. 16 ni 16 ekan. To'g'ri. Bu shunda yangi. yangi remont, ha? Yangi remont. Hech kim yashamagan. Yo'q, kvartirant bormi? Kvartira bor, $350. 350 dan turadi. Ipoteka bor degan ekansiz. 4 yil Sena bo'lgan, ipotekaga sotsa bo'ladi bemalol. nalog chiqmas ekan, 4 yil Nalog bo'libdi. chiqmaydi. Sena 43 ming. Aka, Naqdga bo'lsa 41,500 ga berib yuboraman. 41500. Naqdga bo'lsa. Ipotekaga bo'lsa 42 ming. 40 larga roskor qilsak-chi? 40 ga bo'lmaydi. 40 ming 41 mingni o'ziga bo'ladi mayli. Akam 41 ming deydilar, yana salgina ko'ngillaridan o'chib beradigan odamga o'xshayapti-da. Naqd sanasa mayli kelishtiramiz. Akam kelishtiraman dedilar, oxirgi taqalgan 41 dedilar. Nomerlar mana 90lik 131 93 13.
Metroga qancha uzoqligi aka? 600 metr. 600 metr, 4-bekatga 600 metr uzoqlikda ekan. Aka, charchamang, sog' bo'ling. Joy sog' bo'lsin. Hop. Bo'ldimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? 15 dan bu? Chilonzor 15-kvartalda 2 xona 2-etaj. 1,5 olti balkon, yevro remontlari bilan $500 ga arendator o'tiribdi aka. Mebel texnika degan nimalari bor? Bitta ko'rsa